Uy sharoitida o'g'il bolalarida bulbulning sog'lom yoki kasal ekanligini aniqlash mumkin. Marhamat sizlar uchun jadval. U jadvalda qarab turibsizki, birinchi stolbikdagi bu u bolaning yoshi, u ofishida erkakning yoki yosh bolaning, keyingi ikkinchisi bulbulda uzunligi, undan keyingisi bulbulda qalinligi, undan keyingisi bedana tuxumlarining obyomi o'ng va chapi. Xo'p. Ko'rib oldingiz degan umiddaman. Mana shu jadval barcha ota-onalarga xos keladi. O'g'il farzandining jinsiy rivojlanishdagi muammo bor yoki yo'qligini aniqlash uchun. Ishlash prinsipi qanaqa? Chaqaloqlarda va go'daklarda 2 sm farq qilsa, kam bo'lsa jadvaldagidan, o'smir bolalarda 4 sm farq qiladigan bo'lsa va katta erkaklarda 6 sm va undan yuqori razmsa bo'ladigan bo'lsa, razmerda o'sha kasallik hisoblanadi. Tanishlarga yuborib qo'ying, saqlanib qo'ying, kerak bo'ladi yaxshi kunlarga.